Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sigirimiz ham xudo xolasa ko'payishib oldi mana. Inshaalloh idishdi ham zo'r soldi. Xudo xolasa ikkinchi tug'ishim. Mana bolasi ham xunojin tug'ildi. Ikkinchi tug'ishida 25 ta sut bersa kerak, birinchisida 18 ta, 19 ta sut beradi. Mana siz obunachilarimizga shularning yosh variantidan mana ikkita 100 ga 100 toza semental xunojinlar topib qo'ydim akalar mana. Bo'ylari 1 metr plus minusda bemalol kelaveradi. Mana. Yoshlari 3 oylik, 4 oylik. Mana bunisi 4 oylik, bunisi 3 oylik mana. Kelasi ham 100 ga 100 semental. Sal o'tg'aribroq. Lekin pul yengilida mana. Quloqlari shalpon quloq, stakan tuyoq. Kelasi ham toza semental xunojin. Sal o'tg'arib, o'zim ham olganman, bir 15 kun, 20 kun bo'lib qoldi. Sal o'ziga keltirib qo'ydik, mana ranglari ham xudo xolasa yaxshi holatga keldi mana. Mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Narxi jupiga 48 million kami bor. Mana sifatlari zo'r, ikkalasi ham yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa mana. Shunaqa qilib yetibtirib olsanglar, inshaalloh zo'r sigir bo'ladi mana. Mana xudo xolasa tug'ishiga bir paqir sut sog'ib oldik. Mana shu 12 litrlik paqir. Mana shunda 10 litr oshiq sut bor hozir. Idish hali ham to'g'rilar endi. Sal bir pas turib yana sog'ib olamiz xudo xolasa mana. Manzil Namangan viloyati Norin tumani Mirsultonchilik mahallasida. Akalar mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zo'radan puli yengilini izlaganlarga ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlar mana. Sut emdini puli dasar ekan akalar. Sut emdini ham ko'ryapsizlar. Falon pul bu tayyor. Mana sutdan chiqib to'liq o'tga kirgan variantida.